Yigitlar eshitib olinglar. Aynan shu qizlarimiz uchun biz tasanno aytishimiz kerak bo'lgan bir jihati, u bechora qizlarimiz mahrni so'ramaydilar. Men hali shu paytgacha falon mahr bersin degan kelin tarafni hali uchratganim yo'q. Boshqalarda shart qo'yadi. Mana boshqa musulmon mamlakatlarda shart qo'yadi. Shuncha kilo tilla berasan deydi mahrga. Gram emas, shuncha kilo deydi. yoki shuncha mablag' deb turib sovchilarga shart qo'yadi. Bizda hali biz uchratganimiz yo'q. Qizimizga falon mahr bersin deb turib yoki qizni o'zi juda katta bir mablag' darajasida mahr so'ragan. Biz ming tashakkurlar aytamiz. Qizlarimizning shu odobiga, axloqiga, shu kamsuqum bir odatiga tasannolar aytamiz.